qizlar hayoli joyida bo'lmaydi-da. Hozir bitta odam tashirdim, narsa tashab ketgan. Bu yerda yo'q narsamiz yo'q. Kalit, AirTag, mana bu ikkita kachibukchani ichida prava, bank kartalar, qanaqadir vizitkalar, hamma narsa xullas kelam. Shundoq nimani oldidaman, Union Square shundoq oldidaman. Westinga tashirdim hozir. Endi borib qaytarib berish kerak. Priложение ichidan yozdim, lekin hali javob bermadi. Menimcha hali javob bermaydi. Hozir ketib qoladigan bo'lsam, keyin qaytib kelishimga to'g'ri keladi. Boshqa shtatdan keldingizda, DC-dan. Da, shunaqa qaytarib beramiz endi. Harakat qilgan. Why do you guys have so much stuff, huh? Western. Alright. I just gave it back. Qaytarib berdim. I got thank you. Got a $50. That's okay. Hoppa. Xullas hozir to'xtab ichkariga kirsam, tepa chiqib ketib qolgan bo'lsa kerak deb o'yladim, chunki odatda oldindan brom qilib xonani sразу osonroq kirib ketishadi. Hozir menimcha odam ko'proq bo'lganligi uchun resepsiyonda turgan ekan. Xudo qarasam birinchi ikki deb tez yoshib, tez kattaroq ayol edi. Undoq qaradi, ko'rdi-da, "Voy, bu nima qotib o'tdi" dedi birinchi. Nima qildim-da, "Mabodo yo'qotib qo'ymadinglar meni" dedim-da. Keyin voy dedi, uni yoshroq bundoq ko'rdi, voy yo'qotib qo'y. Xayolida ham aytolman, u gapiryapti. Bitta narsaga mayli 5 ketaman. Menga uncha yoqmaydi, meni narsam emas u. Lekin amerikaliklar mana rost bo'lsa yozinglar. Men masalan o'zi gap qo'shmasa gaplashmayman-da. Masalan, qanaqadir temada bo'lib qolib bir gaplashmasam gaplashmayman. O'zi gaplashib keldi-da bular ham. Endi o'tdan bu yoqdan gaplashaveradi. Bu faqat bular emas, endi juda ko'pchiligi. Shunaqa chit-chat qiladi, mana mayda gap bo'ladi-yu. Mayda gap deganda yomon ma'noda emas. Mana ob-havo haqida gaplashadi-yu bular. Shunaqa narsa tugamaydi-da bularda. Gapiraveradi. Masalan, men uchun erishdi. Men har narsani so'rab, unaqa nima edi, unaqa edi. Ulab keta olmayman-da, to'g'risi. Yoki bizlar madaniyatda shunaqa ham, O'zbekistonda shunaqa buni bilmayman. Balki men o'zim shunaqadirman. Bularda shunaqa-da, bular ham hozir shunaqa edi. Ichkariga kirgan hali ham gaplashyapti-da. Hali ham bir nimadan gaplashyapti. Xayolida ham yo'qotib qo'ygan. Keyin rahmat deb qoldi. Berdim, keyin shu ichida har balosi bor edi. Uni yo'qotib qo'ysa bilmadim qancha vaqt ketardi uni yana hammasini tiklash uchun. Xo'p, shunaqa gaplar. Hozir buni yozaman degunimcha, endi men sraz berib chiqib ketdim-da. Endi bu yerda traditsiya chivi beriladi. Chivi beriladigan nima deyman, ofitsiant bo'lib ishlasa, taksi qilsa, dostavka qilsa, kim ham bunaqa ishladi. Endi chunki aslida amerikanskiy standart bo'yicha bunaqa ishlar o'rtadan past bo'lgan oylikka ishlashadi-da. Endi biz ham xuddi shunaqa, afsuski. Lekin endi yaxshi ishlansa, ko'p pul topsa bo'ladi bunda ham. Xullas kalom nima, chivi bersa kerak, по-любому. Normal narsa bor-ku, chunki pul bor, karta bor, balobatlar,